bizni 5000 yil davomida aldashgan ekan. Aslida Misr ehromlari qanday qurilgan? Ehromlarni aslida kim qurganidan tortib, Misrdagi san'at asari darajasidagi inshoot ortidagi sirlarga qadar. Gizada joylashgan Misr ehromlari qurilganidan beri deyarli 5000 yil o'tdi. Biroq ko'pgina qadimiy inshootlardan farqli o'laroq, ular hali ham joyida turibdi va sayyohlarni ham, olimlarni ham hayratda qoldirishda davom etmoqda. Qanday qilib bunday g'aroyibotni qurishga muvaffaq bo'lganlar? Bu bilan kimlar shug'ullangan va Misr ehromlari haqida biz bilmagan boshqa qiziqarli ma'lumotlar. Bugungi dasturda shular haqida so'z yuritamiz. Sizlar bilan Expert Media kanali. Misr ehromlari qanday qurilgani haqida hikoyamiz boshlandi. Ketdik. Expert Mediadan yangi loyiha X Detektiv. Detektiv, kriminal va sirli jinoyatlar mavzusiga qiziqasizmi? Unda X Detektiv kanali siz uchun. Bu yerda real voqealarga asoslangan jinoyatlar, dahshatli qotilliklar va eng kutilmagan hayotiy voqealar. Endi sizda zerikishga aslo imkon bo'lmaydi. Hoziroq pastdagi havolani bosing va X Detektiv kanaliga obuna bo'ling. Shunda siz detektiv videoroliklarimizda aslo o'tkazib yubormaysiz va birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. X Detektiv kanaliga o'tish havolasi ushbu video kommentariyasida joylangan. Pauzani bosing va X Detektiv kanaliga hoziroq obuna bo'ling. Qabrdagi hayot. Qadimgi Misr sivilizatsiyasi oxirat borligiga qat'iy ravishda ishongan. Darhaqiqat, bunday e'tiqod ularning asosiy xususiyatlaridan biridir. Aytishlaricha, hayot o'lim bilan intiho topmaydi. Badan o'ladi, lekin ruh boshqa dunyoda yashashda davom etadi va unda hayot kuchi tanaga qaytariladi. Yana yondosh olamda marhumlar tirilgandan so'ng ko'p to'siqlardan, soqchilar nazoratidan o'tib, Osiris shohligiga yetib boradilar. Ushbu qiyinchiliklarni muvaffaqiyatli yengib o'tish uchun esa har bir misrlik hayoti davomida o'limidan keyin uni himoya qiladigan turli sehrlarni o'rganishi kerak bo'lgan. Umuman olganda, misrliklar oxirat hayotiga jiddiy tayyorgarlik ko'rganlar. Bu tayyorgarlik afsullarni o'rganish va jasadni dafn etishga hozirlashni o'z ichiga oladi. Shu nuqtada biz qadimgi Misrga xos asosiy xususiyatlardan biri bo'lgan mumiyolash haqida fikr yuritamiz. Miloddan avvalgi 3400-yillardan boshlab qadimgi misrliklar mumiyolashning yuksak uslublaridan foydalangan holda marhumlarning jasadlarini keyingi hayotga sayohat qilish va abadiy saqlash uchun tayyorlaganlar. 70 kun davomida qoldiqlar to'yingan soda eritmasida saqlangan. Keyin ko'plab texnologik bosqichlarni o'z ichiga olgan balzamlash jarayoni boshlanardi. Nihoyat, tutatqi bilan ishlov berilgan jasadlar moylar va qatrollar bilan namlangan zig'ir matoga o'ralgan. Aynan shunday jarayonlardan o'tgani uchun mumiyolangan mayit to'q rangi ega bo'ladi. Marhumni himoya qilish uchun mato oralariga tumorlar qo'shib boylangan. So'ng mayit barcha sinovlardan o'tib Osiris qoshiga boradi va u yerda masalasi uzil-kesil hal bo'ladi. Ya'ni jannatning o'xshashi bo'lmish Iyaluga yo'l oladi yoki ruhi halok bo'ladi. Ammo qadimgi Misr dafn madaniyatining eng muhim qismi fir'avnlar qabri hisoblanmish ehromlar bo'lgan. Fuqarolar o'zlarining fir'avnlarni himoya qilish va ularning abadiyligini ta'minlash uchun ehromlarni qurganlar. Ehromlar. O'ylaymanki, barchangiz Gizada joylashgan ehromlar haqida bilasiz. Ular Misrning o'ziga xos tashrif qog'ozidir va har yili juda ko'p sayyohlarni jalb qiladi. Xeops ehromi esa bugungi kungacha saqlanib qolgan dunyoning yagona mo'jizasi hisoblanadi. Ko'pchilik Misrda Gizadagidan boshqa ehrom yo'q deb hisoblaydi. Aslida unday emas. Mamlakat hududida 118 tadan 138 tagacha turli xil ehromlar mavjud bo'lib, ularning ko'pchiligi o'zining nodirlik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Masalan, Sakkaredagi Joser ehromi dunyo bo'yicha bugungi kungacha saqlanib qolgan eng katta qadimiy tosh bino hisoblanadi. U miloddan avvalgi 2650-yilda qurilgan.
Dahshurdagi siniq ehrom esa o'zining g'ayrioddiy shakli bilan ajralib turadi. Mashhur Xeops Misr ehromlari orasida eng kattasi sanaladi. Dastlab uning balandligi 146,6 metr edi. Ammo hozirda 138,75 metrga teng. Ammo bu balandlik ham juda mahobatli ko'rinadi. Tushunishingiz uchun misol keltiramiz. Bu ehrom balandligi 46 qavatli binoga teng. Ular miloddan avvalgi 3000 yillikda, deyarli 5000 yil avval qurilganligini hisobga olsak, bu shunchaki aql bovar qilmas raqam ekanligini anglaymiz. Bu tosh kublar qanday qilib bunday aniqlikda qurilgan va buning ortida kim turgan? Qurilish. Ehromlarni qurishda asosiy xomashyo ohaktosh hisoblangan. U ham ichki, ham tashqi pardozlashda ishlatilgan. Xususan, piramidalarning tashqi qoplamasi zich va oq rangli tura ohaktoshidan barpo qilingan. Qurilish jarayonida yana boshqa materiallar ham ishlatilgan. Masalan, qizil granitdan ichki devorlarni bezash uchun foydalanilgan. Pollar bazalt va albastrdan tayyorlangan. Bazalt Gizaga Al-Fayyum vodiysidan, albastr esa yuqori Misrdan, Nilning sharqiy sohilida joylashgan Luksor shahridan keltirilgan. Ba'zi olimlarning hisob-kitoblariga ko'ra, ehromlarni qurish uchun ishlatiladigan bitta blokning o'rtacha og'irligi taxminan 16 tonnani tashkil etgan. Uni ko'chirish uchun kamida 45 ishchi kuchi talab qilingan. Buni olim Dennis Stokes o'zining Misr me'morchiligidagi tajribalar kitobida qayd etgan. Mana, xomashyoni ham saralab oldik. Navbat ehromlarning o'zi qanday qilib qurilganiga keldi. Xo'sh, ularning siri nimada? Odamlar qanday qilib bunday durdona inshootni yaratishga muvaffaq bo'lganlar? Va eng muhimi, bu mo'jizaviy namunalarning qurilishi ortida kim turgan edi? Bu va boshqa qiziqarli savollarga javob topish uchun rolikimizni oxirigacha kuzatib boring. Zero sizni oldinda faqat qiziqarli ma'lumotlar kutmoqda. O'zi ehromni kim qurgan? Bitta ehromning qurilishi odatda 20 yildan 30 yilgacha davom etgan. Shu paytgacha ular Fir'avnning buyrug'i bilan qullar tomonidan qurilganiga ishonilgan va ko'pchilik hali ham shunday deb o'ylaydi. Bu qarash jamiyatda tarixchi Gerodotning Xeops piramidasi muntazam ravishda ezilib mehnat qilgan 100 ming qul tomonidan barpo qilinganini ta'kidlagan dalillarni bitib qoldirganidan keyin paydo bo'lgandi. Aslida esa mutlaqo yolg'on bayonot bu. Hozirgi vaqtda ko'plab olimlar qadimgi Misrda bitta inshootni qurishda shunchalik ko'p qullar bo'lishi shunchaki mumkin emasligini ta'kidlaydilar. Bundan tashqari, 100 ming kishi bir vaqtning o'zida muntazam ishlay olmaydi. Bu afsona 20-asrda qadimgi Misrga bag'ishlangan turli filmlar ekranlarda paydo bo'la boshlaganidan so'ng yanada kuchaydi. Ammo endi bularning barini unutish vaqti keldi. Qullarning ehromlarga hech qanday aloqasi yo'q. Yana ba'zi odamlar Gizadagi Misr ehromlari yahudiylar tomonidan qurilgan degan noto'g'ri tushunchaga egalar. Bu ham albatta noo'rin. Shunga qaramay, ayni taxmin ham jamiyatda uzoq yillar davomida haqiqat sifatida qabul qilingan. So'nggi yillarda arxeologlar ehrom quruvchilari qabrlarini topgandan so'ng, yahudiy xalqi ularning ajdodlari Giza minorasi qurilishiga hech qanday aloqasi yo'qligini tan olishga majbur bo'ldilar. Chunki Isroil avlodlari qadimgi Misr hududiga bundan ancha keyin ko'chib kela boshlaganlar. Va nihoyat ko'pchilik bunday nodir inshootlarning qurilishi ortida o'zga sayyoraliklar turganiga ishonadilar. Ta'kidlashlaricha, bunga isbot Xeops ehromining koordinatalari vakuumdagi yorug'lik tezligi bilan bir xilligidir. Garchi ehromlar haqiqatan ham dunyoyimizning osor atiqalariga o'xshamasa-da, baribir kelgindilar tomonidan qurilgan emas. Aksariyat tadqiqotchilar ehromlar qurilishi professional ishchilar tomonidan amalga oshirilgan degan fikrga qo'shiladilar. Olimlarning fikricha, Xeops piramidasi ikki jamoa, asosiy va yordamchi jamoa tomonidan qurilgan. Asosiy jamoa toshyo'narlar va hammollardan tashkil topgan 4000 ishchidan iborat bo'lgan. Ular tosh konlarida ishlab, oilalari bilan ehromlar yonidagi qishloqda yashaganlar. 16 mingdan 20 mingtagacha bo'lgan yordamchi guruh a'zolari esa tosh bloklar uchun yo'l qurib, ularni ko'tarib chiqqanlar.
Ular shuningdek asboblar, qurilish qorishmalari va oziq-ovqat mahsulotlari uchun javobgar edilar va asosiy jamoa istiqomat qilgan qishloq yaqinidagi lagerlarda yashashgan. Yana aytadilarki, asosiy jamoa yil bo'yi ishlagan, yordamchi guruh esa faqat yoz oxirlarida, kuzning boshlanishida Nil qirg'oqlaridan toshib chiqib, ho'l tuproq bo'ylab bloklarni sudrab yurish osonroq bo'lgan pallalarda bunyodkorlikka faol tarzda aralashganlar. Xeops ehromining sirlari. Arxeolog va misrshunos Yukinori Kawai ko'pchilik oldida so'zga chiqib, Xeops ehromining tashqi tomoni haqida juda ko'p ma'lumotlar borligi, lekin ichki qismi hamon jumboq bo'lib turganini aytdi. Olim ehromning yadrosi uni qurish usullarini to'liq ochib berishi mumkinligi haqidagi bir nechta farazlarni ilgari surdi. Shunday qilib, uning fikricha, agar piramidaning ichki qismi gorizontal joylashgan bloklardan yasalgan bo'lsa, qurilishda to'g'ri yo'laklardan foydalanilgani ehtimoli yuqori. Shuni ta'kidlash kerakki, ehromlarga chiqish mumkin emas, ammo istisno holatlari mavjud. Masalan, Yukinori ilmiy maqsadda tadqiqotlar o'tkazish uchun ularning cho'qqisiga chiqish imkoniga ega. Xususan, ba'zan u ehromlarning 3D modelini yasash uchun iltimosga binoan yuqori rakursdagi fotosuratlar olib beradi. 2016-yilda Yukinori Kawai boshqa mutaxassislar bilan birga zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda Xeops ehromini to'liq skanerlab chiqishdi. Loyihaga Misr qadimiy obidalar vazirligi boshchilik qildi. Mutaxassislar jamoasi inshootni o'rganishda infraqizil termografiya, 3D rekonstruksiya va neonli rentgenografiyadan foydalanganlar. Tadqiqot natijasida olingan ma'lumotlar 3 o'lchamli tasvirlarga ko'chirildi. Natijada olimlar guruhi Xeops ehromi ichida ikkita bo'shliqni aniqlashga muvaffaq bo'ldilar. Bir farazga ko'ra, bo'shliqlar ehrom qurilishi paytida qolgan oddiy bo'shliq bo'lishi mumkin. Boshqa taxminda esa ular ilgari bizga ma'lum bo'lmagan qabrlardir. Tosh bloklar. Qadimgi Misr haqida ommani qiziqtirgan asosiy savollardan biri shunday yangraydi. Ishchilar og'ir bloklarni qanday sudrab borganlar? Gollandiya jamg'armasi fiziklari Misr piramidalari qurilgan tosh bloklar nam tortgan qum ustida sudrash orqali kerakli joyga olib borilganini isbotladilar. Bu fikr avvaliga qadimiy freska asosida tasdiqlangan. Deir el-Bershadagi 12 sulola dafn etilgan freskada chanada haykalni tortib ketayotgan 172 kishi tasvirlangan. Bir kishi esa to'g'ridan-to'g'ri chana oldida qumga suv quyib ketyapti. Bu olimlarga tosh bloklar xuddi shunday tarzda sudrab kelingan deb xulosa qilishlariga asos berdi. Fiziklar laboratoriya sharoitida tajriba o'tkazdilar. Ya'ni Misr chanalarining modellarini yasab, quruq va ho'l qum ustida sudrab ko'rib, tortishish kuchi o'rtasidagi farqni o'lchadilar. Ma'lum bo'lishicha, ho'l qum lozim bo'lgan tortish kuchini 2 baravar kamaytiradi. Ya'ni chana ho'l qumda osonroq sirpanadi. Chunki tuproq uning oldida quruq holatda bo'lgani kabi to'planib qolmaydi. Blok bir vaqtning o'zida o'nlab professional ishchilar tomonidan tortilganligini hisobga olsak, ehromlarni qurish biz avvallari o'ylaganimizdek u darajada amalga oshirib bo'lmas ish emasligi oydinlashadi. Albatta, og'ir mehnat, lekin bunday qurilish usuli mutlaq mantiqiydir. Xo'sh, sharhlarda o'z taxminingizni yozib qoldiring. Sizningcha ehromlarni kim va qanday qilib qurgan? Shuningdek, like bosish va kanalga obuna bo'lish yoddan ko'tarilmasin. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha do'stlar.